menga. Jan qaror. Keling aka, nima xizmat? Xizmat armiyada bo'ladi. Avtosalonni, mashinalaringni ko'rsatib ber, jan. Bo'ldi aka. Ya, Arizo 6 Pro aka yoqdimi? rasxoti qancha bo'ladi? Shahar ichida 7-7,5 litr rasxoti bor. Kamroq ekani, sal ko'proq yegani yo'qmi? 50 ta, 60 ta yegani yo'qmi? Boshqasini ko'rsatibgan. Bo'ldi aka. Tiggo 7 Pro yoqdimi aka? Qalay bunisi? Tomida bantiga bor ekan, buni. Voy, olib tashlasa bo'ladi aka bantigini. Ko'p gapirmang, boshqa mashinalaringni ham ko'rsat. Cherry Tiggo 8 Pro Max ekan. 16 Pro Max yo'qmi? Yo'q aka, unaqasidan yo'q, lekin hamma mashinamizda 5 yildan 7 yilgacha garantiyasi bor aka. Yana nima afzalliklari bor mashinaning? Polshani propanini qo'yib beramiz, garantiyasini yo'qotmaydi aka. Ha, durust, menga yoqyapti sekin. Nima bo'ldi aka? Nomingizga rasmiylashtiramizmi? Xohlasangiz aka, 3 yillik muddatli to'lovga bo'lib to'lashga qilib beramiz. Meni kimni o'ylaysan? Kambag'alni o'ylaysan? Hamma mashinangni sotib olaman. Ajiyan, pul olib keldingmi? To'ppa-to'g'ri ish qilibman. Qara, bugundan polarchidan ishni boshlaysan. Yaxshi polarchi akalarning sotuvchini o'rgatadi. Tanishib oldinglaringmi o'zi? Davay, ishni boshla. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Mashdan polarchi boshlaring. Sog' bo'ling. Let's go, la la la. Bitch, I'm a lot of Instagram.